Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar yaxshi turdinglarmi? Arada darsimiz bir necha hafta to'xtab qoldi, kechirsizlar. Bugun biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar darsimizning davomini ko'rib o'taylik dedik. Ya'ni bugun Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 6-bob 16-oyatdan 33-oyatga qadar mazmunlarni bir qatim ko'rib o'taylik. Mazmunga kelishdan burun avval biz tekstni bir qatim o'qib chiqaylik. Kechqurun Hazrat Isoning shogirdlari ko'l bo'yiga kelishdi. Garchi qarong'i tushib ketgan bo'lsa-mu, Hazrat Iso texch ularning yeniga kelmagan edi. Shuning bilan ular bir kemaga o'ltirib, ko'lning u qetidagi Kapanahum shahriga qarab yo'l olishdi. Qattiq bo'ron chiqib, ko'lda to'lqin ko'tarilayotdi. Shogirdlar paloq urib 4-5 chaqirim yergacha borgandan keyin Hazrat Isoning ko'l ustida mengib kemaga yiqilishayotganligini ko'rib qo'rqishib ketdi. Lekin Hazrat Iso ularga "Qo'rqmanglar, bu men" dedi. Buning bilan ular Hazrat Isoni kemaga chiqishga undadi. U kemaga chiqqandan keyinla ular bormoqchi bo'lgan yeriga berib qoldi. Ikkinchi kuni ko'lning u qetida qolgan xaloyiq tunugungi kunda u yerda faqat birla kemaning borligini, Hazrat Isoning o'z shogirdlari bilan birga u kemaga o'ltirmaganligini, shogirdlarining yolg'iz ketganligini esiga oldi. Bir necha kema Tiberiya shahridan Hazrat Iso duo qilib xaloyiqqa non tarqitib bergan yerga yaqin kelib to'xtadi. Hazrat Isoning va shogirdlarining u yerda emasligini bilgan xaloyiq u kemalarga o'ltirib Kapanahum shahriga Hazrat Isoni izdigilamangdi. Xaloyiq uni ko'lning u qetida topgandan keyin "Ustoz, bu yerga qachon keldingiz?" deb so'rashdi. Hazrat Iso mundaq javob berdi: "Bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, balki nonlardan xalg'ancha yeb to'yganliginglar uchun izdidinglar. Biroq sizlar buzildigan ozuqlik uchun emas, buzilmaydigan, mangulik hayotlik beradigan ozuqlik uchun jon tikib ishlanglar. Buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman. Chunki mening bunday qilishimni Xudo otam tasdiqlagan." Ular "Qanday qilganda Xudoning xizmatida bo'la olamiz?" deb so'rashdi. "Xudoning xizmati Xudoning avatginiga e'tiqod qilishdir" deb javob berdi Hazrat Iso. Ular yana: "Siz qanday mo'jiza yaratish bilan bizni o'zingizga ishontirasiz? Bizga nima qilib bermoqchisiz? Ajdodlarimiz cho'lda yurganda manna deb atalgan non yegan. Bu haqda Zaburda u ularga arishdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan. Siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz?" deyishdi. Biroq Hazrat Iso ularga mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni Musa payg'ambar emas, balki Xudo otam bergan. Mana hozirmi sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudo otam beryotidi. Bu non arishdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchidir." Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunga kelishdan burun biz oldi bilan avvalgi soat mazmunni bir qatim eslab o'tsak, avvalgi soat darsimizda nihoyat biz hammamizga tunish bo'lgan 5000 kishini to'ydirgan, ya'ni 5 non va 2 beliq bilan 5 arpa non va 2 beliq bilan 5000 dan ortiq, ya'ni erlarning soni 5000 bo'lgan, 5000 bo'lgan shu nurg'ulg'an odamni to'yg'izgandagi shu ishni biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni buningda masalani, ya'ni Hazrat Isoning kimligiga markazlashtirib biz izchil Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarni biz ko'ryapmiz. Ya'ni Hazrat Isoning xudoligiga markazlashtirib, ya'ni Hazrat Isoning qutqizuvchi ekanligini, Xudoning avatgan haqiqatan insonlarning gunohlari uchun qurbonlik bo'lguchi ekanligini, o'zining Xudo ekanligini biz izchil ko'rib turib, Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda Hazrat Isoning kimligini, ya'ni Hazrat Isoning xudoligiga, xudolik tabiatiga shuningga markazlashtirib bu yerda bayon qilyapti. Biz har tarafdan shuni ko'ryapmiz. Shuningga o'xshash bu oldingi soat darsimizda Hazrat Isoning biz duch kelgan, biz yuzlanadigan har qanday qiyinchiligimiz bo'lsin, har qanday masalamizning bo'lsin, yeshimi hal qiluvchi dal Hazrat Isoning ustida, dal Hazrat Iso o'zi, dal o'zi Xudo bo'lgan Hazrat Iso ekanligiga markazlashtirib biz ko'rgan edik. Ya'ni insonlarning hayotligidagi hayot masalasini
hal qilguvchi, hayotlik masalasini hal qilish uchun kelguchi, dal shu Hazrat Ayso ekanligini ham bu orqali biz hayotlik yo'limizda, ya'ni Hazrat Aysoning oqidan ergishib mangan, Hazrat Ayso yetaklab mangan shu yo'llarimizda, Hazrat Aysoni biz ulgu qilib mangan shu yo'llarimizda, Xudoning irodasi deb anqirgan shu yo'llarimizga mangan vaqtimizda hayotimiz yuzlangan barliq masalalar bo'lsin, biz masalalarga o'zimizning ko'zimizni masalalarga qaratmasdan, masalalarga biz o'zimizning diqqatini markazlashtirmasdan, balki har qanday ahvol ostidami Xudoning irodasi yo'lida Xudoning irodasiga, Xudoning planiga markazlashtirib mangan vaqtimizda, Xudoning bizning barcha masalalarimizni, barcha qiyinchiliklarimizni, biz yuzlangan barcha ishlarimizni Xudoning o'zining kelib bizga hal qilib berganligini va bizni yetaklab yo'l ochib, bizga ta'minlab barcha muhtojliklarimizni oldin ola o'rinlashtirib bizni yetaklaguvchi ekanligini. Ham shundaqla Xudo mukammal plani, bizga bo'lgan bizning hayotimizga bo'lgan mukammal plani, mukammal irodasi, o'zining donoligi bilan bizning hayotimizni yetaklaguchi bo'lg'ashqa, bizning hayotimizda, bizning bir umrlik hayot yo'limizda nimalar muhtojligimizni oldin bilguchi Xudo. Shundoq bo'lsa-mu Xudo bizni mushu hayot yo'limizga yetaklab mangan vaqtlarida biz faqat Xudoga bo'lgan ishonchimiz bilan, Xudoning ana shundoq mukammalligi bilan bizning hayotimizni yetaklayotganligiga bo'lgan ishonchimiz bilan Xudoga itoat qilib, Xudoning yetaklashiga itoat qilib, Xudoga markazlashtirib, Xudoga topshirib barcha ishlarimizni, biz Xudoning irodasini izlab mangan vaqtimizda, Xudoning barcha bizning yo'llarimizda, hayotlik yo'llarimizda, Xudoning yo'lida, irodasi yo'lida mangan yo'llarimizda, bizning hayotimizda ko'rsatgan o'zining ulug'ligi, bu ulug'ligi deganimiz qanday qilib shu masalalarni bizga hal qilib berganligini, hal qilish yo'llarini qanday ochib berganliklarini va bizning hayotimizdagi ana shunday kichik cho'ng ishlar ustida Xudo o'zining ana shu qudratini, mo'lligini, haqiqatan butkul hayotimizni boshqaruvchi yetakchi ekanligini, Xudoning shunday shon sharafini biz ko'ra oladiganligimizni biz qisqacha qilib so'zlab o'tgan edik. Shuningga o'xshash bugungi mazmunmu dal shu oldingi soatlik mazmunning davomi. Bu mazmun sal uzunroq, bu qatimki 6-bobdagi mazmun. Shundan so'ng biz o'tirda 33-oyatga qadar bir qatim uzib, undan keyin yana davomli ko'rib o'taylik dedik. Biz oldi bilan 16-oyatdan 21-oyatgacha bo'lgan bir abzas mazmunni oldi bilan biz ko'rib o'taylik. Ya'ni oldingi soatli darsimizda Hazrat Ayso bu kishilarni chimanzorlikda o'tkazib, ularga shu nom bilan beliqni bo'lib bergan, ya'ni yemeklikni bo'lib bergandan keyin Hazrat Ayso xaloyiqning o'zini qistaydiganlar, ya'ni o'zining podshohi qilish qistaydiganligini bilib, ulardan ayrilib tanho holatda taq chiqib ketdi degan mazmun bilan biz tugatgan edik. Dal shuning davomi qilib, dal Hazrat Ayso taq chiqib ketgandan keyin qolganlar, ya'ni shogirdlari bilan bu xaloyiq chimanzorlikda o'tirib qolgan emasmi? Bular o'tirib dal kashkurunga yaqin bo'lgan vaqtida shogirdlar hamda Tibriya ko'lining yana bir qeti, ya'ni Kapernaumdan kelgan emasmi? Ular Tibriya ko'lining, ya'ni Jaliliya ko'lining bu qetiga o'tgan emasmi? Shunday bo'lg'achqa kashkirishdan burun bular o'zlari kelgan yeriga qaytish uchun kashkurunga yaqin Hazrat Aysoning shogirdlari avval ko'l bo'yiga kelib, ustozini shu ko'l bo'yida saqlashganligini bu yerda da'vatidi. Lekin shogirdlar bu yerda kashkurun bo'lgan vaqtdan boshlab qorong'i tushguncha bo'lgan vaqtgacha Hazrat Aysoni saqlagan bo'lsa-mu? Ya'ni bu yerda orada kashkurundan qorong'i tushguncha bo'lgan oraliq biz faraz qila olamiz. Masalan, biz namozsham peshin desak soat 4lardan, 4-5lardan boshlab kun o'tirishga boshlagan vaqtlar bor. Dal shunday vaqtdan dal qorong'i tushgan vaqtlargacha bo'lgan vaqt 2 soatlar oralig'i, 2 soat, 2-3 soatlar oraliq vaqt desak, shunda saqlagan bo'lsa-mu, lekin Hazrat Aysoning texcha ularning kelmaganligini bu yerda bizga ahvolni bizga bayon qilyapti. Ya'ni bu yerda biz ahvollarni bir qatim bizga tasvirlab berayotganligi biz diqqat qilsak, bu yerda kashkurun vaqt va qorong'i tushib ketgan vaqt deydi. Ham shunaqla bu yerda Hazrat Aysoning yo'qligini va yana o'qib diqqat qilsak, bu yerda ya'ni qattiq bo'ron chiqib, to'lqin ko'tarilib, deganga o'xshash shunday bizga tabiatni, muhitni, ahvolni, ya'ni shu shogirdlar yuzlanadigan, ular duchor keladigan shu ahvol sharoitlarni bizga oldin ola tasvirlab beryapti. Shunga biz bularga alohida bir diqqat qilishimiz kerak. Chunki inson tabiatidan, inson mohiyatidan, inson
atrofidagi sharoit bilan muhit va shundaqla shu kayfiyat degan o'xshash inson atrofdagi omillarning ta'siriga nihoyatda tez uchrag'uchi shu qadar bir ojiz maxluqot desak bo'ldi insonni shunga o'xshash biz ham hayotimizda shundoq har kun atrofimizga muhitlar anglagan xabarlar bo'lsin atrofdagi shu ishlar bo'lsin biz yuzlanadigan shu ishlar bo'lsin nama'lum bo'lgan kelgusimizga bo'lgan shu qo'rqinchlar bo'lsin tashvishlar bo'lsin shunga o'xshash nurg'un narsalar bizning kayfiyatimizga o'y fikrlarimizga qarashlarimizga shu qadar tez ham cho'nqur ta'sir ko'rsatadiganligini biz bila olamiz emasmi shunga o'xshash biz shogirdlarning hozir ularning shu duch kelgan ahvolidan ularning qanday bir qalbining qanday bir holat ekanligini biz tasvirlay olamiz shuning uchun buni deb o'tdim 16 oyatda bizga o'xshash kechqurun bo'lganda shogirdlar bo'lsa endi biz qaytadan vaqt bo'ldi deb o'ylab ya'ni ko'l bo'yiga kema bo'yiga borgan lekin ular kema bo'yida ya'ni ko'l bo'yida ustozini shu qadar saqlasimi lekin qarang tushganga qadar hazrataysa kamigan shuning bilan kechida ya'ni qarang'uda 2000 yil burungi shu holatni tasvirlasak shu qul vaqtda ya'ni kemida Tibriya ko'lning yamni bir qaytaga o'tib ketish uchun kechida yachirib yo'q degan o'xshash uning ustiga kechlik shu shamol kechlik bo'ron ko'lda ya'ni dengiz ustida kechlik bo'ronning qanchalik qattiq bo'lganligini balkim dengizda paraxodga chiqib baqqanlar tasvirlay olasizlar shunga o'xshash qattiq bo'ron va to'lqinlar shu qadar kuchli bo'lib ketsa shunga o'xshash mana shunday ahvollarni ular nazarda tutib ko'zda tutib ular baldiroq qaytayli degan umid bilan kechqurunga yaqin ular ko'lning yeniga borgan lekin ustozi kelmagan ustozi yo'q holatda bular qanday nimani qaror qildi desa shuning bilan ular kemaga o'ltirib ko'lning o'qitidagi Kaparnahum shahriga qaytishni ustozini tashlab avval o'zlari qaytishni qaror qilib ular kemaga chiqib shu tarafga qarab manganligini bu yerda davatidi qisqasi shogirdlarning shu vaqtdagi vaziyati ya'ni kayfiyati qalbining olti degan vaqtimizda qorong'uda ko'lning qetiga o'tish tez bo'lg'achqa ham bo'ron to'lqinlar ichida xatarli bo'lg'achqa shunga ko'ngillarining aldirab qolgan ya'ni ularning aldirab qolganligini shunga ko'ngli aldirab ularning oldi bilan yo'lga chiqavermoqchi bo'lganligini ularning shu qadar aldirang'u va jiddiy bir kayfiyatni biz bu yerda his qila olamiz shunga ko'lda qorong'uda qattiq bo'ron va to'lqinlar ichida qo'rqinish ham daki-dukiga tushgan holat ularning shu qadar kayfiyatining bir jiddiy holatini biz bu yerda tasvirlay olamiz 19 oyat yana nima deydi 18-19 oyat yana qattiq bo'ron chiqib ko'lda to'lqin ko'tarilyotdi shogirdlar paloq qurib 4-5 chaqirim yergacha borgandan keyin deydi ya'ni demismi bu yerda tasvirladi bayam degan o'xshash qattiq bo'ron ya'ni ko'lda kechida ham shunaqla to'lqin kuchli bir to'lqin shunaqa shogirdlar paloq urib degan gap bu yerda paloq qurib deganda qanchalik ta'sirli ya'ni shu yo'lining oldiga qarab mingishining shu kemining paloqini urib oldiga mingishining naqadar tez ya'ni bo'ron to'lqinlar ichida oldiga qarab mingishining naqadar tez kelayotganligini shuna bu yerda paloq urib deb bu yerda bizga shunday tasvirlab beryapti endi bu 4-5 chaqirim yer borgandan keyin deydi 4-5 chaqirim deganimda 1 chaqirim 1 kilometrni azroq jiqaroq bo'lgan orliq ya'ni 1 kilometr taxminan 1 kilometr deb olsak 4-5 chaqirim degani ya'ni 4-5 kilometrcha orliqni mengib bo'lganligini bu yerda davatidi bu 4-5 kilometr degani bu ko'l unchalik cho'ng bir ko'l emas Jaliliya ko'li dal 4-5 kilometrlik orliq ko'lning dal o'ttirsi hisoblandi ya'ni bu Jaliliya ko'lining uzunligi ya'ni uzunligi ustidan ostiga qarab uzunligi 22 kilometr, kengligi 12 kilometr, ya'ni kengligi 12 kilometr emasmi? Shunga bular kenglik bo'yicha mangan, ya'ni ko'lning o'qiti degan shu tunugin borgan joyi bilan Kaparnahumning o'ttirsidagi orliq bo'lsa, dal 12 kilometrlik bo'lgan orliq edi. Shunga ular ko'lning o'qitiga o'tish uchun 4-5 chaqirim yo'lni mangan degan gap shu 4-5 kilometr yo'lni minib bo'lgandan keyin dal shu o'ttirga kelgan vaqtlarni deydi. Ya'ni
dal ko'lning o'ttiriga kelganda shu qadar tezlikda qattiq bo'ron ichida to'lqinlar ichida palohni urib ular shu qadar tezlikda dal ko'lning o'ttiriga kelgan vaqt ekanligini bizga tasvirlab beryotidi. Ya'ni bu holatda biz bayam degan o'xshash mushundaq ahvol ya'ni sharoit ichida bular qanday holatda jiddiychilik ichida ya'ni dakidukka qo'rqinish yana birisi bu yerda hayot tashvishi degan o'xshash shunday xatarlar bor. Mushundaq bir jiddiy holatda qo'rqinish ichida dakidukka tushgan mushundaq holat ustida hazir deysa ko'l ustida minib kemiga yiqilishayotganligini bular ko'rdi mushunday qo'rqinish ichida. Qo'rqinish ichida bular Hazrat Aysoning minib kelayotganligini ko'rib, texmi qo'rqishib ketadi. Ya'ni ko'lda birisining minib kelayotganligi. Bu yerda qo'rqib ketdi deganlik nimadan derak beradi desa, bular asla o'ylab baxmagan bir holat. Bular asla ko'rib baxmagan, tasavvurimi qilib baxmagan, anglab baxmagan bir holatning bularning hayotida hozirgidek qo'rqinish ichida turgan vaqtida yuz berganligidan bularning texmi qo'rqib ketganligini bizga tasvirlab beryotidi. Qisqasi, bular aslimi parakanda dakidukka qo'rqinish ichida, hamshunala kemisi bo'ron to'lqinlari orasida tasda mengayotgan shunday vaqtida ularning orqasidan suv ustida mengib kelgan ustozining simasini ko'rib, texmi qo'rqishib ketganligini, ya'ni shogirdlarning qo'rqishib ketganligini. Chunki ular ustozining ko'lning ustida mengib o'zlari kelishini o'ylab baxmaganligini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Endi bayamda deganmiz, ular ko'rib baxmagan, anglab baxmagan bir ish, bir voqea oldida yuz berdi, shuning uchun texmi qo'rqishib ketdi deganmizmi? Ya'ni bular ko'rib baxmagan, anglab baxmagan ish nima desa, dal ular o'ylab baxmagan ish bo'lsa, ustozining o'zlari tashlab mangan ustozining ular o'ylab baxmagan shaklda, o'ylab baxmagan usulda ularga yiqilib kelishi bo'ldi. Biz bundan nimani ko'ra olamiz desa, Xudoning hayotimizda qilayotgan va qilmoqchi bo'lgan ishlari bizni yetaklash usuli bo'lsin, bizni yetaklab mangayotgan yo'llari bo'lsin va bizning hayotimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari bo'lsin. Biz o'zimizning o'y fikrimiz, o'zimizning qarashimiz, o'zimizning bilgan, ko'rgan, tajriba qilib o'tgan shu kichikgina cheklik bo'lgan shu bilimlarimizdan, qarashlarimizdan, tunishlarimizdan halqagan holatda bizning cheklik tafakkurlarimizdan halqagan, bizning tasavvurimizdan halqagan, ya'ni biz tasavvur qila olmaydigan ishlar, biz o'ylab baxmagan yo'llar, biz o'ylab baxmagan usullar, ya'ni Xudoning usuli, Xudoning yo'li, Xudoning ishlarini Xudo bizning hayotimizda dal Xudo o'zining vaqtida, Xudo o'zining usuli bo'yicha, Xudo o'zining shakli bo'yicha amalga oshirganligini biz bu orqali ko'ra olamiz. Shuning uchun biz hayotimizga doim o'zimizning cheklik qarashlarimiz, ko'rgan anglaganlarimiz bilan Xudoning qilayotgan ishlarini biz o'zimizning shu qarashlarimiz bilan baholab, o'ylab, tasavvur qilib Xudoning yo'ligu, Xudo xursand bo'lgan ishku, bu e'tiqod shundoq bo'ldigu degan o'xshash, men ibodat qildimgu, men duo qildimgu, men Xudoga itoat qildimgu deb turib o'zimizning usulimiz, o'zimizning qarashimiz, o'zimizning shaklimiz bilan Xudoning irodasini, Xudoning so'zini, Xudoning haqiqatini biz o'lchab olmasdan, balki har vaqt Xudoning oldida duo qilib Xudoning irodasini, Xudoning yetaklayotgan yo'llarini biz anqiratishini, tilishimizning naqadar muhimligini biz ham bu yerda tushuna olamiz. Shunga biz har vaqt qalbimizni bo'shatib, qalbimizni qo'riqlab, o'y fikrlarimizni isloh qilib, Xudoning isloh qilishini chaqirib biz shunda Xudoning ishlariga cho'ng bir kartina ichida, hayotimizning ichidagi cho'ng bir kartina ichida Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlariga nazarimizni, diqqatimizni shay markazlashtirishimizning naqadar muhimligini biz anqira olamiz. Bu ham oldingi soatlik mazmun bilan yana davomlashgan shu mazmun hisoblandi. Yana demismi buning davomli ko'rsakmi, yana shu mazmunni nihoyatda ta'kidlaydi. Biz qaraydigan Yeshaya qismi qaraydigan 43-bob 13-oyatda kimmi Parvardigorning o'ylarini tushunib yetalaydi? Kim Parvardigorga maslahat ko'rsatalaydi degan o'xshashmishaq. Ya'ni Xudoning o'ylari, Xudoning yo'li degan oyat, Xudoning plani degan oyat mazmunni Yeshaya payg'ambar nihoyat ko'p ta'kidlaydigan mazmun. Ya'ni Yeshaya payg'ambarning Yeshaya qismini 66 bobni biz ham Xudoning plani, Xudoning yo'li degan mushu temani
biz merkez çoğun bir tumur kılıp durup okugan vaqtimizda ham Xudoning plani, Xudoning yo'llarining, Xudoning o'y fikrlarining insonlar o'ylab baxmagan ishlar ekanligini, insonlar o'ylab baxmagan tushunishga, o'zining cheklik o'y fikrlari, cheklik shu xiyollari, shu qarashlari bilan, tunishlari bilan Xudoning o'y fikrlarini, yo'llarini amalga oshirmoqchi bo'lganlarini tushunolmaydiganligini tasvirlaydigan mazmunni nihoyat ko'p chiqadi. Hem yeni ayet kitabımızdan biz ko'rinliqlar yazılan xatlarni o'qiydigan bo'lsak, shu yerda Pavlos bo'lsa, ya'ni muqaddas ruh Xudoning o'y fikri, ya'ni muqaddas ruh Xudoning o'y fikrini bildigan bo'lishqa, muqaddas ruh bizga Xudoning o'y fikrini, planini, irodasini bizga anqiratkizadi, shu bo'yicha yetaklaydi degan o'xshash shu oyatlarmi bor. Shuningga o'xshash, bayam deganimizga o'xshash, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlarini, Xudoning yetaklash usuli va yo'llarini biz o'zimizning o'y fikrimiz bilan, tushunishimiz bilan belgilab olmasdan, baholamasdan, hatto o'zimizning hayotimizga, o'zimizning qarashimiz, o'zimizning tushunchimiz dunyoning ahvoli bilan baho bermasin. Pavlos shunday deydi, men o'zimga baho bermayman, qilgan ishlarimga o'zimni baholamayman degan o'sha shunday so'zlar bor. Shunga o'xshash bizning hayotimizda Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlari naqadar Xudo o'zining bekitgan irodasining naqadar cho'ng va ishlar, buyuk ishlar ekanligini biz ham anqirishimiz kerakligini, shunga o'zimizning hayotimizga, kunlik turmushimizga sal qaramasdan Xudoning irodasini chaqirib turib, Xudoning irodasini, yo'llarini bizga anqiritishini muqaddas ruhdan tilab turib, muqaddas ruhning yetaklashi bilan har bir kunimizni o'tkazishning naqadar muhimligini biz ham bilib olaymiz. Andan keyin bu yerda Hazrat Aysonning ko'l ustida mingishi deganimiz, buni qarasak biz Hazrat Aysonning bu yerda bizning 6-bobni bo'lsin, ya'ni shu, ya'ni xaloyiq Hazrat Ayso bu yerda hozir izchil Musa payg'ambar bilan Hazrat Ayso haqida bu yerda so'zlab bo'layotganligini sizlar balkim esinglarda bormi bilmadim. Masalan, 6-bobda xaloyiq haqiqatan dunyoga kelishi Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mushkanda biz yaqindan buyon yaqinqi 2-3 ya'ni yaqinqi 2-3 darslarimizda biz izchil qonun sharhida Musa payg'ambar oldin aytgan kelishni ya'ni Musa payg'ambar kelishini oldin aytgan kishi deb turib Ayso Masihni deb turib qonun sharhi 18-bobni biz izchil tilga olyapmiz. Sizlar shuni biza esinglar olib turib, ya'ni qarasak 5-bob 46-oyatda agar sizlar rostdan Musa payg'ambarga ishongan bo'lsanglar, menga ishongan bo'ladinglar. Musa payg'ambar muqaddas yozmalarda Musa payg'ambar men to'g'rilik yozgan deb turib Hazrat Ayso o'zim degan. Va 6-bobda xaloyiq haqiqatan Musa payg'ambar degan kishi mush kishi ekan degan. Ya'ni shunga o'xshash shu Musa payg'ambar oldin aytgan shu bishoratlar bilan Musa payg'ambar bilan bu yerda Hazrat Ayso orasida bu xaloyiqning qarshida shu orasida selish-turish botganligini biz bu yerda his qila olamiz. Endi bu yerda Hazrat Aysoning suvdan o'tib, ya'ni minib, ko'l ustida minib yiqilish, ya'ni kelishi bo'lsa, Hazrat Aysoning Musa payg'ambardan ulug' bo'lgan, ya'ni payg'ambardan ustun bir tabiatga ega ekanligini bu yerda ko'rsatib berish uchun, shogirdlarga ham anqiratkizish uchun bu yerda shogirdlarga mushundaq paydo bo'lib, shogirdlarning oldiga mushundaq kelganligini biz ham bu yerda his qila olamiz. Masalan, Konatida bayam dedik, Yeshaya payg'ambar qismini nihoyat ko'p tilga oldik. Uningdan boshqa Konatida doim Xudoning dengizlarni, ya'ni bu Isroillarga nisbatan suv yig'ilganli joylarni hammasini dengiz deydi. Hamda bu suv, dengiz, to'lqin deganlar qalaymaqqanchilik, ya'ni bular olam yaratishdan burungi shu qalaymaqqan qarang'u holatga o'xshash bu suv to'lqin holatni qalaymaqqanchilikning simvoli deb qaraydi. Dengiz bo'lsa, dal shunda qalaymaqqanchilikning yana bir o'limga o'xshash qalaymaqqanchilikning simvoli deb qaraydi. Sizlarni bilmadim. Masalan, hozir ham kishilar o'xshamaydi. Masalan, dengiz yaqisida cho'ng bo'lgan kishilar odamlarga nisbatan dengiz ularga nisbatan bir huzur bag'ishlaydigan, ularni tinish his qildiradigan shunday bir joy bo'lishi mumkin. Lekin qumliq yaqin cho'ng bo'lgan odamlarga nisbatan dengiz bir qo'rqinchli survasadigan shunday joy bilinishi mumkin. Masalan, men o'zim qumliq
ko'rib cho'ng bo'lgan. Shunga men burun hatta sudun qo'rqatdim men o'zimmi. Dengizga qarasam, cho'ng bir dengizning oldiga kelsam, menga bir xil sur vasati degan o'sha shuna bir qo'rqinch paydo bo'ladi. Ya'ni dengiz deganimiz shu vaqtlarda bu İsraillarning ideyasida, bularning ongida dal shu qalaymaqanchilik deganga o'xshash, ya'ni inson kuchidan halqigan qalaymaqanchilik, qo'rqinch sur bosadigan shuna bir tuyg'u ongni shakllantirgan joy dengiz edi. Şunun o'xshash bu ko'nak kitoblarimizda ana shularning ustida turg'ich, ya'ni shu qalaymaqanchiliklarni radlig'ichi, dal shu qalaymaqanchiliklarni boshqarg'ichi, ularni kontrol qiluvchining dal Xudo ekanligini deb turib, nihoyat ko'p tasvirlaydigan oyatlarni biz ko'nakda biz ko'p uchrata olamiz. Şunun o'xshash bu yerda Hazrat Iso bo'lsa, dal shu dengiz ustida mingishimi, dal shu Xudo ekanligini bularga chunki bular ko'nakdagi pishiq emas, ko'nakdagi pishiq bo'lg'achqa dal shuna dengizlarni boshqarg'ichi, dengizlarni radlig'ichi, dengizlarni ostin ayirg'ichi bo'lsin, dengizlarni kontrol qilg'ichi bo'lsin, Xudo ekanligini bular allabirun biladi. Shuning o'xshash bu yerda Hazrat Iso dengiz ustida mingib kelishi, dal buning xudolik tabiatini bularga teximdan qadimda dengizlarni, ya'ni ustidagi sularni ostidagi sulardan ayirg'ichi deb biz olamning yaratilish birinchi bob, ya'ni yaratilish qismini ko'ryapmiz degan edik emasmi? Shunga o'xshash bularmi darhol shuni tushunalaydi, tushunib yetalaydigan mazmun. Shunga o'xshash Hazrat Isoning bu yerda ko'l ustida mingishimi dal buning xudolik tabiatini kuchaytirib bularga tushuntirayotganligini, ko'rgazganligini, ulug'ligini ko'rsatganligini biz bu yerda esga olamiz. Masalan, buningga bir oyatni ko'rsak, masalan, Ayub Peygamber kısmının 9. bab 8. ayet qaraydan bolsak, o yalğız asmanni yeyip deniz dolquları üstüde menip yürüydü denge o'xshash oyatlar bor. Shunga ko'nahtini biz pishiq bilgan vaqtimizda bu yangi ahdidagi Hazrat Isoning qilgan barliq ishlarining dal shu ko'nahtidagi Xudoga oid tasvirlarning hammasining Hazrat Isoning ustida mujassam bo'lganligini anqarg'ili bo'lgan mazmunlar. Dal shuningdek Hazrat Iso shuning bilan qo'rqmanglar, bu men degan shunday so'zini qilganligini biz bu yerga ko'ra olamiz. Ya'ni bu yerda qo'rqmanglar, bu men degani Rab o'zi kimligini, Rabning kimligini bizga deb bergan so'z, ya'ni ego ami degan bu so'z birligining Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarning cho'ng gavdasini, cho'ng 7 dona gavdasini tashkil qilgan shuna bir gavda birlik so'z ekanligini biz degan edik. Bu yerda ego ami degan gap biz qaraydigan bo'lsak, bu men, ya'ni bu men, qo'rqmanglar, bu men degan gap, ya'ni biz niqsaq Musa payg'ambar qismini biz eslab o'tsak, Musa payg'ambar shu nimada chatqanliqda o'tning ichida Xudoning degan so'zini biz esimizga olsak, Musa payg'ambarga degan so'zim bu men degan, ya'ni Xudo o'zining kimligini qilgan vaqtida deydigan so'z ego ami deb. Shunga o'xshash bu yerda qo'rqmanglar, bu men degani dal shu Rabning kimligini isbotlaydigan, Rabning shu xudoligini, Rabning o'zini ularga tunutishdiki shuna bir so'zini yetkazayotgan so'z ekanligini biz bu men degan shunday bir nima emas, balki Rab ekanligini, Xudo ekanligini, bularning hozirgi holatidan, hozirgi mush ahvol sharoitlardan chiqarg'uchi ekanligini, ularga yordamchi, tayanch ekanligini, ya'ni nurg'un Xudoning xislatlarini o'z ichiga olgan shu so'z bu men degan so'zning ichida bir nima o'z ichiga olib turadi. Shuningcha 21 oyatda buning bilan ular Hazrat Isoni kemaga chiqishga undidi. U kemaga chiqqandan keyin ular barmoqchi bo'lgan yerga berib qoldi deydi. Bu yerda Hazrat Iso kemaga chiqishi bilan, ya'ni chiqqandan keyin ular barmoqchi bo'lgan yerga berib qoldi degan. Ya'ni bu so'zlar hammasi ko'nahtidagi shu so'zlarning hammasining ijobat bo'lganligini isbotlaydigan so'zlar. Masalan, mushumu bayon degan 21 oyatmi biz Zaburda ko'p uchrata olamiz. Buning vakili holatda Zabur 107-munojatning biz 23-24dan hatto 31-oyatga qadar mazmunlarni ko'rsak, ba'zilar o'ltirib kema paraxotda tirikchilik qiladi dengizlarda, guvohchidir ular Parvardigorning qudratiga, cho'nqur dengizlarda ko'rsatgan karomatlariga,
Әмірі білән өркітіп боранларны пайда қылған еді о долқынларны. Кемілері гах көтіріліп асман пәләкке, гах түшкінде долқын тектіге. Ular xətərdən düşkən idi sarasimge. Ular goya məslədək dəldən şitdi, eşqandək çare amalı qalmağandı. Külpətli qalğında nida qılğan idi Pərverdigarğa. Pərverdigar çıxardı onlarını külpətdən azadlıqqa deydi. Yani bu şeyde bu şagirdlərinin muşu ruhi haleti olsun, muşu şaraiti olsun, muşu əhvali nəhayət iniq təsvirləyən muşu məzmun. Şuna bularını muşu külpətlərdən, muşu çare amalsız qalğan muşu halətlərdən, muşu şaraitlərdən bularını külpətlərdən azadlıqqa çıxarğıcı. Muşu qiyin ahvallardan ularni chiqarg'uchi, qutqizg'uchining dal Hazrat Ayso ekanligini deb turib, bu yerda Hazrat Aysoning dal shu qo'n ahdilarda oldin bishoratlagan, oldin aytib o'tgan dal shu xudolik tabiatini, xudolik mujassamlangan barcha hislatlarni bu yerda biz shu oyatlar orqali biz ham ko'rib o'talaymiz. Xo'sh, mazmunimizning davomiga kelsak, bu yerda 22. oyatda ikkinchi kuni deb boshlaydi. Ikkinchi kuni deganimiz tungi kunida bular nima dedi? Tiberiya ko'lining o'q etdi. Hazrat Ayso bularga, ya'ni 5 non 2 beliq bilan 5 ming odamni to'yg'izib, ya'ni bularga nonlarni bo'lib bergandan keyin o'zi tanha taq chiqib ketgan emasmi? Shunga shogirdlar kechga yaqin bular o'zlari ko'l qetida ustozni saqlagan bo'lsin, kelmagan bo'lg'achqa shogirdlar o'zlari yo'lga chiqqan. Endi bu yerda bu non va beliqlardan yegan bu xaloyiq buni ko'rgan, ya'ni shogirdlarning o'zlarining qaytganligini, ustozini bilib ma'maligini bular ko'rgan, bilgan. Shunga shogirdlarning yolg'iz ketganligini bular esiga olishadi. Chunki nimishqa Hazrat Ayso oldin deb berdi. Bular bu xaloyiq bo'lsa Hazrat Aysoni o'zining podshohi bo'lishga qistirmoqchi, ya'ni o'zining podshohi bo'lishga suylamoqchi edi bularni. Bular Hazrat Aysoni. Lekin Hazrat Aysoga undaq bular o'zining podshohi bo'lishga bular deb bo'lmasdilar. Hazrat Ayso taqi yolg'iz chiqib ketgan bo'lishqa bular Hazrat Aysoga o'zining bu arzu armonlarini deyamagan emasmi? Bizning podshohimiz bo'lg'aysiz degan o'xshash. Shunga bu xaloyiq shu tunugungi ishlarni esiga olib, shogirdlarning yolg'iz ketganligini esiga olib, bular qaytadan shu tunugun non bilan beliq yegan joyiga boradi, ko'lning o'qitidagi. Shu joyga boradi. Borgandan keyin lekin Hazrat Ayso bilan shogirdlarning u yerda emasligini biladi. Bilgandan keyin bular qaytadan kemaga o'ltirib, Kapernaum shahriga yenilam davomliq Hazrat Aysoni izdigilamadi. Hazrat Aysoni izlab biz bayam dedik, Hazrat Aysoni izlashga sababi nima desa, Hazrat Ayso o'zi degandek, ya'ni 6-bob 15-oyatda degandek Isroillarning podshohi bo'lishga majburlamoqchi bo'lgan bu xaloyiq. Shunga bular Hazrat Aysoni izchil tunugunki non yegan joyiga borib Tiberiya ko'lini o'qitadi, izlaydi. U yerda topolmagandan keyin qaytib Kapernaum shahriga berib yana izlaganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Ham ular Hazrat Aysoni topgandan keyin nima deydi desa, ustoz bu yerga qachon keldingiz deb so'rashadi. Chunki bayon dedik, ular Hazrat Aysoning qaytqini ko'rmagan. Birlik kemidi, u kemida faqat shogirdlari o'zlari qaytgan. Shu shogirdlarning o'zlari qaytganligini ko'rishgan. Shunga ular Hazrat Aysoni ko'lning o'qitida qoldi deb o'ylab, avval u yerga borgan bo'lsa-mu, Hazrat Aysoni u yerdan topolmagan emasmi? Shunga ular Hazrat Aysoni izlab Kapernaum shahriga kelgan edi. Shunga bu yerda ustoz bu yerga qachon keldingiz deyishar. Ustoz qanday qilib bu yerga keldingiz? Qachon keldingiz? Sizning bu yerga kelganingizni hech kim ko'rmagan, qanday qilib bu yerda bo'lib qoldingiz degan o'xshash bularning savoli yenilam nimani bizga eskartib beryapti desa, Hazrat Aysoning ko'l ustida minib bu yerga o'tganligini bizga bizni javob beringlar deb turib, bizni javob berishga bir taklif qilganligini biz ham bu yerda esga olamiz. Bu yerda demismi biz bularning ham o'zlari o'ylagan ko'rganlari nima? Hazrat Ayso qaytmaganligini bular ko'rgan. Hazrat Ayso qaytmadi deb o'ylagan, shuni izlagan, lekin Hazrat Ayso u yerda emas, balki aksicha bu tarafdan, ya'ni ko'lning bu qetidan chiqqan edi. Shunga bular Hazrat Aysoning qanday qilib bu yerga kelganligini bular bilmagan holatda ustoz bu yerga qachon keldingiz deydi. Qisqasi bularmi Hazrat Aysoning qanday kelganligini bularmi bilmagan, o'ylamagan, tasavvur qilmagan holatda Hazrat Ayso bu tarafda bo'lgan emasmi? Shunga bu yerdami biz avvalgi mazmunda ta'kidlanga o'xshash Xudoning ishlarini, Xudoning hayotimizga o'tgan ishlarini bo'lsin, Xudoning dunyoda
Hamma millat, hamma davlatlar ustida Xudoning o'zining plani bor, irodasi bor. Hamma davlatlarni, hamma amaldorlarni, hamma podshohlarni bo'lsin, hamma boshliqlarni boshqaruvchi ularning ustida bo'lg'ichi dal Xudo o'zi. Dunyoning hamma ishlarini Xudo o'zining huquqi bilan podshohlik birdan-bir podshohlik, birdan-bir yaratquchilik salohiyati bilan dunyodagi hamma ishlarni Xudo o'zi birlab boshqaruvchidir. Shunga Xudoning ishlarini biz o'zimizning bu cho'ng dunyodagi ishlarni biz kichik o'zimizning o'rnimizdan turib hammasini tushunib ketmaganga o'xshash Xudoning ishlarini amalga oshirmoqchi ishlarini ham biz bu kichik va cheklik bilimlarimiz bilan o'y fikrlarimiz bilan tushunolmaymiz. Shunga Xudoning ishlarini odam o'zining o'y fikrlari bilan bilgan ko'rganlari ichida o'ylab Xudoning ish qilish usulini va Xudoning qudratini Xudoning qodirligini, hamma qodirligini va Xudoning shuna kuchini odam o'zining cheklik o'y fikri ichida, odam o'zining ojiz kuchi, ojiz usullari, qudrat, ojizlam shuna shakllari bilan, o'y fikrlari bilan, odamning ish qilish yo'llari, odamning tafakkurlari bilan tushunishga tirishgan vaqtida, tushunib izohlashga kirishgan vaqtida, tafakkur qilgan vaqtida nihoyatda cho'nglam xatolashgan bo'ladi. Shunga odam o'zining o'y fikrlari bilan, odam o'zining shu cheklik qobiliyati bilan, cheklik tafakkuri bilan Xudoning cho'ng ishlarini, Xudoning cho'ng bir kartinasi ichidagi qilayotgan ishlarini cheklab qo'yib turib, Xudoning qudratini ham cheklab qo'yib turib, tushunishga tirishmasdan Xudoni o'zining shu saviyasida tasavvur qilib o'ylash bu insonni nəhayət asonlik xatolashtirdi. Shunga biz doim o'zimizning o'y fikrlarimizni isloh qilishga, o'zimizning qarashlarimizni, o'zimizning shu dunyo qarashlari bo'lsin, tushunishimiz bo'lsin, Xudoning so'zini ham o'zimizning bilimlarimiz, bilgan ko'rgan shu es tuyg'ularimiz bilan Xudoning so'zini yashmasdan, Xudoning so'zini tushunmasdan, balki o'zimizning es tuyg'ularimiz, tushunchalarimizni tashlab turib, Xudoning so'zini, muqaddas ruhning bizga yeshib berishini, muqaddas ruhning bizga anqiratgizishini, biz ham shunday tilishimizning naqadar muhimligini, Xudoning o'zini bizga tunutishini, Xudo o'zining yo'llarini bizga anqiratgizishini, biz har doim o'zimizning o'y fikrlarimizni isloh qilib turib, Xudoning bizni o'zining haqiqati bo'yicha yetakligini, tunutishini, naqadar shuna tilashning Xudoning oldida har vaqt o'zimizni quruq bo'shitib turib, qalblarimiz, o'y fikrlarimizni bo'shitib turib, Xudoning oldiga kelishning naqadar muhimligini biz ham mushu mazmun orqali texmi cho'nqur tushunib yetalaymiz. Xo'sh, darsimiz davomga kelsak, shuning bilan ularning savoliga Hazrat Iso bunday javob berdi. Ya'ni sizlar meni izlab kelishinglar, mening mo'jizalarimni ko'rib, mening kimligimni tushunganliginglar uchun emas, balki shu nallardan xohlagancha yeb to'yganliginglar uchun izladinglar. Deb bu yerda albatta bu bir bo'lak abzasdan, ya'ni bu bir abzasdan bir qancha, ya'ni 3 jumla so'z chiqadi. Ya'ni Hazrat Iso 3 jumla so'z qildi. Masalan, birinchisi, bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, balki nallardan xohlagancha yeb to'yganliginglar uchun izladinglar. Ikkinchisi, sizlar buzildigan oziqlik uchun emas, buzilmaydigan mangulik hayotlik beradigan oziqlik uchun jon tikib ishlanglar. Uchinchisi, buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman. Chunki mening bunday qilishimni Xudodan tasdiqlagan, shu 3 jumla so'z va birinchisini biz ko'rsak, masalanga, bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, balki nallardan xohlagancha yeb to'yganliginglar uchun izladinglar. Bayan dedik biz bularning izchil izlab ko'ning o'qitidan ko'ning bu qetig'i Hazrat Isoning izchil izlab kelganligini biz dedik. Oldingi 6-bobning 5-da, masalan, 1-bobda bo'lsa, bu xaloyiqning Hazrat Isoni orqadan ayish mingishining sababi bo'lsa, mo'jizalarni ko'rganligi uchun. Ya'ni kasallan saqatgan shu mo'jizalarni ko'rganligi uchun Hazrat Isoning orqadan ayish manganligini oldin ola bizga dab bergan, yeyishmagan edi. Hem shundaqla shu 6-bob 14 va 15-oyatda bu xaloyiq Hazrat Isoni nima deb e'tirof qildi desa, mo'jizalarni ko'rgandan keyin yana shu mo'jizaga qarab turib, dunyoga kelishi Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mush ekan deydi. Chunki bular shu Rabbning tasxindan yegan emasmi, shu non yegan emasmi? Shunga bularning Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar shukan deb e'tirof qilish nima desa, Musa payg'ambar manga o'xshash bir keldi deb aytgan
aytgan emas. Musa payg'ambarmi? Musa payg'ambar orqali, ya'ni bular İsraillar cho'lda yashagan vaqtida Musa payg'ambar orqali Xudo nurg'un mo'jizalarni bular shu vaqtda İsraillar ko'rsatgan emasmi? Shunga bu xaloyiq Musa payg'ambar degan shu menga o'xshash birsini Xudo evatdi degan birisi dal shu ekan deb e'tirof qilgan. Lekin bular e'tirof qilgan bilan bular Rabning bularga kelishi avatilish, ya'ni Hazrat Aysoning ko'rsatgan mo'jizalari, so'zlagan haqiqatlari bo'lsa, Hazrat Aysoning kimligini, o'zlariga nisbatan kim hisoblanadiganligini, o'zlariga kim bo'lib kelganligini tushunganligidan emas, ya'ni o'zlariga qutqizuvchi, Xudo avatgan qutqizuvchi, Masih, o'zini gunohdan ozod qilguvchi, shu kishi ko'natlarda oldin ola bishoratlangan, bishorat bergan, dal shu Parvardigorning irodasini amalga oshirmoqchi bo'lgan shu kishi deganni tushunmasdan bular faqat e'tirof qilgani nima desa, shu Musa payg'ambar orqali Musa payg'ambar degan menga o'xshash birikmoqchi bo'lgan degan birisi dal mushukan deb turib, ular Isroillarning podshohi bo'lishga Hazrat Aysoni majburlamoqchi bo'ladi. Ham bu yerda Hazrat Ayso yana nima deydi desa, mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, bayamdodman mo'jizalarimni ko'rib tushunish degan gap yerda Xudoning oldin ola ko'natida bishorat qilgan qutqazuvchi Masih kelgan vaqtida dunyoda qanday ishlarni qilganligini, qanday ishlarni o'ziga chiqarganligini shu qadar aniq bishoratlar berilgan. Masalan, Yeshaya payg'ambar qismida Hazrat Aysoning yer yuziga kelgan vaqtida shu qutqazuvchi Masihning Xudoning shu avatmoqchi bo'lganining yer yuziga kelgan vaqtida qanday ishlar bo'lganligini nihoyat aniq konkret holat bishorat bergan qismda Yeshaya payg'ambar qismidan bor. Shunga o'xshash agar Hazrat Ayson ko'rsatgan bu mo'jizalarni va so'zlagan haqiqatlarni anglagan vaqtida dal shu bishoratlar berilgan shu qutqizuvchi Masih bizning gunohlarimizni ustimizga olg'ichi, bizning uchun bizning gunohlarimizni ustiga elib, bizning uchun qurbonligimizni, ya'ni bizning uchun qurbonlik berguchi deb turib shuni tunishi kerak edi. Lekin bular bu Hazrat Aysoning mo'jizasini ko'rib, Masihligi bilan gunohni hal qiladigan qutqizuvchi ekanligini tushunganligi uchun emas, balki nonlardan xohlagancha yeb to'yganliginglar uchun izladinglar degani oldingi soatlik mazmun bilan o'xshash, ya'ni Musa payg'ambar oldin aytgan kishi shukan, undaq bo'lsa podshoh qilayli degan so'z bilan munosabati bor. Ya'ni Musa payg'ambar Isroillarni qanday qilgan, ular qulluqda yashagan vaqtida Xudo Musa payg'ambarni chaqirish orqali, Musa payg'ambar orqali nurg'un mo'jizalarni ko'rsatib turib, ularni yetaklab qulluqdan Xudo va'da bergan Qanon zaminiga kirgan emasmi? Qanon zaminda ular o'zining mustaqil bir davlatiga, mustaqil bo'lgan zaminiga, o'zining o'zi xon, o'zi bosh bo'lgan shu bir zaminiga ular ega bo'lgan emasmi? Ega qildirgan edi Xudo. Dal shunga o'xshash bular Musa payg'ambar oldin aytgan shu kishi kelgan vaqtida bizni qaytadan bizning shu zaminimizga ega qildirdi. Biz qaytadan xo'ja bo'lamiz zaminimizga degan shu ong bilan ular o'zlariga Ayso Masihni podshoh qilishni, ya'ni podshoh bo'lishga majburlamoqchi bo'ladi. Chunki sizlarga izchil da'vatimiz bu vaqtda Isroillar allburun bunun mushu 2000 Hazrat Ayso davridan 400 yil burunlan bular allburun surgun bo'lib qolgan. Surgunlikdan keyin bular oldi bilan shu Babilonda 70 yil, oqidan Parislarning imperiyasi ostida turdi va oqidan Greklarning, oqidan Rimning degan o'xshash shunday bir surgunlik ustida turdi emasmi? Surgunlik ichida o'zining mustaqil bir davlati, o'zining shu zaminiga bo'lgan igdorchiligini bular topolmagan. Mushu vaqtlarda bularning turmushi ham shu qadar og'ir, shu qadar bostirilish vaqtlari ichida. Masalan, Hazrat Aysoni kirishga muhlat qilgan Platos bor emasmi? Pontiy Pilatus deb bor. O Pilatusmi balkim bizning tasavvurimizni bir qadar haqqoniy kishidek, haqqoniy amallardek balkim tasavvur berish mumkin, chunki kirishga muhlashdan burun bu kishining o'limiga men sababchi emas deb qo'lini yuvgan shu video bor emasmi? Kino ko'rgan vaqtimizda. Lekin mushu vaqtda Pilatus bo'lsin, mayli Herod bo'lsin, bular hammasi Yahudiylarni nihoyat nima deymiz, mazoq qilib, Yahudiylarni kamsitib, Yahudiylarning bu yerdagi haq huquqi bo'lsin, bularniki nima shu qadar dafsanda holatda
Bularning mustaqillik bo'lsin, bularning yahudiylik kimligi bo'lsin, shu qadar xavf ichida bo'lsin, shunday bir vaziyatlar, sharoitlar ichida, turmushim shu qadar og'ir vaqtlar ichida shunday bo'lg'ashqa, bularning izchil umid qilgani, izchil saqlig'ini dal shu Mashiya edi. Ya'ni Masih edi. Masih bo'lg'ashqa, bular kelgan vaqtida bular Masihning haqiqiy amalga oshirmoqchi bo'lgan shu bizning gunohimizning badalini, gunohni hal qilmoqchi bo'lganligini, Xudoning shu irodasini, bular shu Xudoning irodasining mohiyatiga diqqat qilmasdan, balki shu vaqtdagi o'zining turmushi, davlatining ahvoli, turmush, siyosat turmushi bo'lsin, shu o'zining yer yuzidagi bo'lsin, shu ahvoliga, davriy vaziyatiga, davlat ahvoliga, millat ahvoliga markazlashtirib turib, Hazrat Isoni dal shu Musa payg'ambarga o'xshash o'zlarini mo'jiz karomatlar orqali bo'lsin, o'zlarini shunday bir podshohlikqa, ya'ni Davud podshohning podshohligini qayta quradigan birisi deb tushunib olganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni bu tushuncha hozirga qadar yahudiylarning ichida bor deb biz oldin qatim dedik. Albatta yahudiylarning ichida nurg'un Masihchilar bor va yana Yahudizm, ya'ni Yahudiy dinini saqlayotganlar bor, biz bilamiz. Shuning uchun yahudiylar hozirgachalik dal shu Masihni, ya'ni Davud podshohning podshohligini qayta qurib chiqadigan dal shu Masihni saqlayotdi ular, albatta yahudiylar. Chunki bular Masihni, ya'ni Hazrat Isoni dal shu bishoratlardagi Xudo va'da qilgan shu kishi ekanligini e'tirof qilmag'achqa, ular hozirgacha behuda saqlayotganligimizni bila olamiz. Shuning uchun bu kishilarmi, bu xaloyiqning angmi Hazrat Iso bilan tunishingmi dal shu hozirgi shu yahudiylar bilan o'xshab qolgan shuna bir ang ichida Hazrat Isoni izlab, Hazrat Isoni davom ergishib yurganligini biz ko'ra olamiz. Qarindoshlar, biz bayam dedik, Hazrat Isoning bu 3 jumla so'zidan aram bir jumlasini ko'rdik. Biz 27-oyatdan boshlab biz keyingi soatda ko'raylik. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmunni shunchalik ko'rib, bugungi mazmunni oldingi mazmun olsun va keyingi mazmun olsun sizlar izchil bog'lab turib, izchil tugatmay, tiniqmay turib o'qib chiqaysizlar, o'qib tushunib chiqaysizlar. Muqaddas kitobni o'qiganda tafsiliy kichik ko'rish ham muhim, ham ba'zan vaqtida to'liq bir nim bilan ko'rish ham muhim. Chunki muqaddas kitob mazmuni dastlabda boblarga ayrilmagan bir butun so'z, bir butun xat edi. Shuning uchun biz muqaddas kitobning mazmunini o'qiyotimiz ba'zanda tiniqolmaymiz, davomli bir qatim o'qib chiqishimiz kerak. Ham shunala buni so'zma-so'z cho'nqur tahlil qilishimiz ham to'g'ri keldi. Shunga bugungi mazmun bilan oldingi mazmunlarning bog'lanishligi bo'lg'achqa bu gapni deb o'tdim. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz ham keyingi qatimli darsimizda ko'rishaylik. Bugungi darsimizda deb o'tganga o'xshash hammalarning har kun Xudoning oldida o'zinglarning o'y fikrlaringlarni, ko'z qarashlaringlarni, hayotinglar bo'lgan Xudoning irodasini o'zinglarning o'y fikrlari bilan o'ylamasdan, baholamasdan Xudoning oldida, Xudoning o'y fikrlari, Xudoning hayotinglar bo'lgan irodasi ichida Xudodan so'rab turib, har kun Xudoning oldida o'zinglarga bo'lgan yangicha qarash bilan, yangicha tunish bilan hayotinglarni, shu yangi hayotinglarni, Iso Masih orqali erishgan yangi hayotinglarni yangicha Xudoning irodasi ichidagi Xudoning xursand qilgan ishlarni qilib o'tkazishinglarni umid qilaman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Amanglar, amon bo'linglar.